Boshda mashinalarning narxini tanishtirib olsizlar, qarang. Nexia 3 mashinamiz. O'zida ayting qani. Yili nechi buni? 2017-yil. 2017-yil avtomat korobka, to'g'rimi? Kraskasi toza. Kraskasi toza. Petnometrasi yo'q, bo'lmaydi. Hech qayerda yo'q. Shumkasi bor, mechkar pulti bor. Shumka, mechgal pult, hamma narsasi bor ekan. Metan gazli salonlar a'lo ekan mana. Qancha yurgan aka bu? Tablolar qilingan. Mana turadi ekan. 160 ta. 160 ta yurgan ekan. Chihol polig akajon. Chihol poligilar Chot varianti mana oynalari ham knopkali. Knopkali ekan. 16 diska balon Mers akajon. 16 diska balon Mers. Arkasini ham oching qani. 15 16 mi? 15. Mana metan gaz balonlari bor. Nechta metan? 90 80 ta. 80 ta ekan. Zapaskalar ham bor mana. Buni ishlayapsizlar aka buni? Buni bo'lishi 8000 bo'lsa beradi. Bo'lish 8000 so'm. 8000 dollar, 8000. Bo'lish a? 3-4 larni bersa, Nasiyaga qanday kelishasiz? 3-4 larni bersalar Nasiyaga ham kelishamiz. 1 yil 6 oy. Ha, shunday. 1,5 yil. Motor korobkasiga ishi bormi? Korobka chotka aka, ish Chotka. Hammasi zo'r. LED, pet, hamma narsa qo'yilgan. Kobaltni ishlayapsizlar? Cobalt 15-yil bu ham avtomat. Bu ham avtomat a? Motor korobkalari. Motor korobkalari zo'r buni. Eshigida pitnosi bor. Bitta eshigida petnos bor, to'g'rimi? 4 ta balon yangi balon. 4 ta balon yangi. Kalenni propan, monitor, mechkar pult, chihol, polig, Metana bu? LED, propan. Ha, propanmi? O, ana. Kruz kontrollarigacha ishlaydi aka. Evakor ko'riklardan qo'yilgan ekan mana qimmat ko'riklar. Monitor bor, kruz kontrollari ham ulangan aka. Bu nechi plyovsiz aka? Mechkar pulti bor, 8,5. 8,5 bo'lishimi yo aytilishimi bu? Biron o'tamiz, ozmoz o'tamiz. Qancha? Oxirini ayting qani? 8300. 8300. Narxga narsaga kelishaverasiz, farqi yo'q. Necha yillari? 15.